Oxunobod ko'chasidagi eng yaxshi novostrojlardan biri bo'lsa, 111 kvadrat metr maydonning o'z joyisa hamda tayyor ta'mirlangan bo'lsa, siz uchun kvartirani zo'ri sotuvda. Ushbu xonadonimizni manziliga keladigan bo'lsak, Oxunobod ko'chasi avtosalonning shundoq qilib yonidagi mana shu novostroj domimizda 5-qavatida joylashgan. Premium liftdan 5-qavatga ko'tarilganimizda mana shunaqangi go'zal manzara Istanbul Aya Sofiya masjidi sizni kutib oladi va to'g'rida turgan kvartiramizni hozir sizga ko'rsataman. Pod'ezd o'zidan kurtkangizni yechib olsangiz bo'laveradi, sabab pod'ezdlari ham to'liq to'pli pol qilingan holatda. Eshikdan kirganimizda bizni mana shunaqangi keng koridorli xonadonimiz kutib oladi. Bu tomonimizda ayollar uchun, mana bu tomonimizda erkaklar uchun kiyim qo'yish joyi bo'lsa, bu qismimizda oyoq kiyimni qo'yadigan alohida polkamiz bor va chiroyli oynalarni ham rejalashtirib ketilgan. Uyimizni proyekti juda ham menga yoqdi. Xonalari ham keng-keng qilib ishlangan ekan. Birinchi ko'radigan xonamiz bu ta'min holatlari juda ham a'lo bo'lgan mehmonxona. Mehmonxonamizda hattoki kartinkalari hamda televizorni ilishga ham uspet qilishmabdi. 55 tali o'zining vaqtida televizori ham bor. Keyin ko'radigan qismimiz katta kengina bo'lgan mana shu bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona hisoblanadi. Eshiklarni ham yaxshidan o'rnatishgan ekan. O'zi umuman ko'rinib turibdi. Hamma narsani sifatlisi ishlatilgan. To'liq to'pli pol qilingan xonadonimizda endi sizga oshxona hamda ovqatlanish xonasini ko'rsataman. Oshxona ovqatlanish xonasiga marhamat, mebellarni ham o'zgacha ranglardan foydalanishgan ekan, yanada ochib turibdi. Endi menimcha idishlarni olib chiqib ketishsa kerak, lekin kelishsangiz idishlari ham juda go'zal holatda ekan. Uyimiz umumiy sanozili mana bu yerga joylashtirilgan va barcha sharoitlarga ega ta'min holatlarini o'zingiz ko'rib turibsiz. So'ng ko'radigan xona esa uyimizda kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxonasi. Yotoqxonamizning o'zining mebellari hamda alohida balkoni ham mavjud. Ko'rib turgan xonadoningizdagi hamma narsani egalaridan kelishib qoldirsangiz bo'laveradi. Kvartiramizda kommunal tomonidan gaz, suv, svet, kanalizatsiya hammasi mavjud. Hujjatlar ham 100% joyida. Notariusga borib pulni sanaymiz. Narxiga keladigan bo'lsak, $93.500, yana oz-oz o'tib beradigan joyi bor. Pastdagidan telefon nomerini qoldirdim, bog'lanib mana shu kvartirani sotib olsangiz bo'ladi.